Dehqon akalarimizdan o'rtoqlar, Lada Vesta Cross avtomobilimiz zudlik bilan sotiladi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan birinchi qo'l o'rtoqlar, endigina 140 ming kilometr yo'l yurdi. Kraskalari ham top toza deyishyapti. Dekabr oyida 4 ta yangi balonlar ham bosib qo'ydim deyishyapti. O'sha archa yumshoq balonlardan. Mashinamiz 1.8 motorda bo'ladi. O'rtoqlar, metan gazlarigacha qo'yib qo'yilgan. Shu 90 taligida metan, ha? 90 talik metan gazlarigacha. Necha kilometr yuryapti? 250 dan kam yurmaydi deyishyapti o'rtoqlar. Mana mashinamiz salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi holatda turibdi. Multi rul o'rtoqlar, avtomat korobka, konditsioner, ABS tormoz, sidinalarimiz isiydi. Xullas, hamma funksiyalari bor o'rtoqlar. Mana qiziqqanlar bo'lsa, narxiga $8,000 kilometr beramiz. Shu pul zarur bo'lib qolganligi uchun sotilyapti deyishyapti do'stlar. Mana qiziqqanlar bo'lsa, pastda egalarning telefon nomerini qoldiramiz. Faqat do'stlar, narx puli borlar aloqaga chiqasizlar, $8,000 dan oz-moz kelishtirib beriladi. Xohlagan ustangiz olib kelib, minib, ko'rib, tekshirib, mana yoqsa baraka qilib olaverasizlar do'stlar. Ushbu videoni mana Lada Vesta Cross qidirib yurgan akalarimiz mana bo'lsa, ushbu videoni tashab qo'yinglar. Mana o'rtoqlar, dehqon akalarimizdan birinchi qo'l Lada Vesta'miz zudlik bilan sotiladi.